Assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari. Kuzatib ko'rayotganingizdek barchalarga alaykum. Sizlar mana ko'rib turganlaringdek mana gullarimizni gullaganini qaranglar. Xudoning bir yaratgan mo'jizalarida biz bandalar uchun qaranglar do'stlar. Mana asallarlar ham asallar yig'ishyapti. Qanchalar sizlarga bitta o'yinmi? Yo'q, urma. Chaq qoladi arilar. Ishlab oladi. Mana asal arilar uchyapti. Voy, bunaqa qilmanglar, Zuhron. Meni yonimda ari bor mana. Qoch, chaq qoladi. Do'stlar, bu go'zallikda qaranglar do'stlar. Haqiqatan bitta like bosishga arziydi do'stlar, qaranglar. To'g'rimi? Noto'g'ri bo'lsa kommentariyada fikrlaringni qoldiringlar do'stlar. Mana buni qaranglar, asallar uchib ichidan, ya'ni changlatyapti. Bu guldan u gulga o'tib, u guldan bu gulga o'tib. Mana sizlarga qanchalik yaqin ko'rinyapti. Asallar juda ko'plar ichida hozir. Video davomida sizlarga ko'rinmayotgan bo'lishi ham mumkin do'stlar.